Aleyküm akılar. Doğasmanın keyingi zakası işlerimize mamulat bulduk. O 2026 yıl 11 mart. Hafta günüge düşenme. Bu eşilarımızı Andijon viloyati Oltinko'l tumani Qo'shko'prik mahallasiga o'rnatdik. Xudo xohlasa bu yerda ikkita eshik, ikkita rom, ya'ni narigi xonadonda, narigi xonamizda bitta eshik, bitta rom, o'sha 3 ta eshik, 3 ta romimiz bor. Holatlarimizni mana ko'rishingiz mumkin. Kanalimiz yangi kuzatib turgan bo'lsa, podpiskani bosib, like'larni bosib, bemalol shunaqa eshik-rom degan aktyorlarga ulashib qo'yinglar. Bu akamiz ham bizni internetda YouTube'da ko'rgan. Mana qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qildik. Xudo xolasa yo'q deb o'ylaymiz. Aka, eshiklarimiz yoqdimi? Yoqdi, zo'r ekan. Zakaz qilish uchun bemalol, tez va qulay, Sifatlari qanday ekan? sifatli. Shular xudo xolasa bu zamonlarimiz original zamon, doimgidek mana rezinkalarni qo'yganmiz yon qismlariga. Mana rom ko'rsat. Romimiz o'rtasidan ochiladi. Bu razmerlarga kelsak, 1.35 ga, 1.65 romlarimiz, eshiklarimiz 1.90, 2.35 ga 90 razmerda bo'lgan. Holatlarni bunisidan ochilib ko'rishlarim. Musofirda yurgan aktyorlarimizga hammalarga tan joylari sog' bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan aktyorlarimiz hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa shunaqa eshik-rom, endi eshik-rom bo'ladimi, yog'och eshik-rom bo'ladimi? Bemalol aloqaga chiqsanglar, qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Bunisi ham romimiz. Oynalari germetiklangan. Aytdim, eshiklarimiz bo'lsa mana neobrazno yog'ochdan bo'lgan, qalinligi 4,5 sm. Ishonchli, quruq material, ho'l materialda bunaqa sifatli chiqmaydi. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqbosh tumani Ustoko'bochon. Telefon nomerlarimiz 90 549 7401. Narigi xonamizdagi eshikdan ko'rib berdik, bir yo'l. Pauza qilib turamiz. Pauza. Mana keyingi xonamiz bu yerda bitta eshik, bitta romimiz bor. Buni germetiklab yog'och qistirib qo'yganmiz, ochiq yopish iloji yo'q. Penalab qo'yganmiz. Penalab qo'yganmiz. Bu romimiz ochilishlari. Bu ham o'rtasidan ochiladi. Kimga shunaqa sifatli eshik-romlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Biz xudo xolasa xizmatdamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, like'larni bosib, shunaqa eshik-rom degan aktyorlarga parcha qilib qo'yinglar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkamiz bor, vohid tomonlarga kelishilgan holatda O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz.